Xo'p, o'tgan safar sizlarga nimani tushuntirib berdim? Wollen bilan Werdenni tushuntirib berdim. Eslaringda? Demak, Wollen xohlamoq, Werden bo'lmoq degan ma'nolarda kelardi, to'g'rimi? Wollenga bitta gap tuz. Wollen qanaqa tuslanardi o'zi ikkiga nisbatan? Ich will. Men de qaysi kasb egasi bo'lishni xohlaysan? O'ylab tur. Men politsiyachi bo'lishni xohlayman degan gap. Ich will. Misol uchun ich will Informatiker werden. Nima degani bu? Men o'sha informatik yoki IT mutaxassisi desam ham bo'ladi. Bo'lishni xohlayman, to'g'rimi? Werdenni tarjimasi bo'lmoq. Bu xohlamoq. Demak, bu kelajakka nisbatan aytilgan, to'g'rimi? Misol uchun, men yangi mavzumuzdagi fe'llar bor edi, to'g'rimi? O'shalarni tarjima qilib yodladinglarmi? O'sha yerda bor edi 17-da. Misol uchun, qani? Men siyosatchi bo'lishni xohlayman degan gap qanaqa bo'ladi? Siyosatchi? Auf Deutsch. Yo'q. Siyosatchi o'zi fe'l anaqa so'z turibdi mana. Politiker degani siyosatchi. Tushunarlimi? Misol uchun u deylik. U will Politiker werden. To'g'rimi? Bu siyosatchi bo'lishni xohlaydi. Demak, wollen fe'li bilan werden fe'li bittasi xohlamoq, bittasi bo'lmoq degan ma'noni anglatuvchi fe'llar edi. Endi bugungi darsda sizlar bilan nimani o'tishimiz kerak? Bugun sizlar bilan demak mit bilan ohne o'tishimiz kerak. Mit bilan ohne. Mitni tarjimasini bilsalaring kerak, shungacha kelgan, to'g'rimi? Mitni tarjimasi nima? Bilan degan ma'noni anglatadi. Endi shuni to'g'ri ishlashni o'rganishimiz kerak. Mit predlogidan keyin dativ kelar ekan. Tushunarlimi? Mitdan keyin har doim dativ. O'zi bizda artikellar bor edi, to'g'rimi? Der, die, das misol uchun. Bu nimada? Nominativda. Dativda qanaqa bo'lardi shu? Der demga o'zgaradi. Die derga o'zgaradi. Demga o'zgaradi, to'g'rimi? Agar ko'plikdagi die bo'ladigan bo'lsa nima bo'lardi u? Den bo'lardi. Xo'sh, nima dedik? Dativda dem derga o'zgarar ekan xullas. Buni bilasizlar, to'g'rimi? Agar mabodo nominativda misol uchun ein diniki ayni narginikida hech bola bo'lmaydi, to'g'rimi? Bular nimaga o'zgaradi? Xuddi shuni qo'shimchalarini olardi, to'g'rimi? Einem dasnikida bu endi mana bu ikkalasi o'rni almashib qolibdi o'zi. Einer. Yo'da hech narsa bo'lmaydi. Xullas, kaynlarga ham shunaqa bo'ladi. Kaynem, kayner, to'g'rimi?
Endi mana shular bo'yicha gap tuziladi. Mitdan keyin demak dativ kelishini bilib oldik. Misol uchun bitta gap tuzamiz. Ich komme mit dem Freund. Ya'ni men do'stim bilan kelaman. To'g'rimi? Kommen kelmoq. Mana bu nima bo'lyapti? Dativ. To'g'rimi? Dativ ishlatilyapti. O'zi Freund rodi ber. Bizda mitdan keyin kelayotgani uchun mit dem bo'lyapti. Keyingisi Sie schreibt mit dem Stift. Sie. U ruchka bilan yozyapti yoki o'sha mitdan keyin dativ kelyapti, ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Keyingi misol. Wir fahren mit dem Auto. Biz mashina bilan boramiz. To'g'rimi? Agar shuni biz mashina bilan bora olamizmi degan savol tug'sa qanaqa bo'ladi? Shuni o'zgartiraylik. Faqat oddiy gap bo'lmasin. Biz mashina bilan bora olamizmi? Yo'q. Bu biz mashina bilan boramizmi degan gap bo'ldi. Biz mashina bilan bora olamizmi degan gap qanaqa bo'ladi? Mador fe'llashtirishimiz kerak. Können, to'g'rimi? Können wir mit dem Auto fahren. Bu savol, so'roq gap bo'ldi, to'g'rimi? Demak, biz mashina bilan bora olamizmi degan so'roq gap bo'lyapti. To'g'rimi? O'zi do'stga bu qism ko'rinyaptimi ish qilib? Hamma ko'rinyapti ekan. Xo'p, mit bo'yicha oxirgi nimamiz? Er spricht mit der Lehrerin. Ya'ni u o'qituvchi bilan spricht. Sprechen borku? Gapirmoq, to'g'rimi? U o'qituvchi bilan gaplashyapti. Mit nega der bo'ldi? O'zi Lehrer rodi boshqa, Lehrerin rodi di va bu in qo'shimchasi diga aylantiradi, to'g'rimi? Di dativda nima bo'ladi? Derga aylanadi, to'g'rimi? Mitdan keyin kelayotgani uchun bu dativ bo'lyapti. Tushunarlimi? Mitdan keyin dativ keladi. Endi keyingisi biz 10 ni tushunib olishimiz kerak. Pastidan yozib ketaveraman. 10 ni mana bu yerga yozing. 10 ni. Bu bir narsa siz degan ma'noni anglatadi. Eshitganmisizlar hech? Siz. Bitta katta qoidasi bor. Buni ham 10 dan keyin akkuzativ kelar ekan. Tushunarlimi? Akkuzativda nima bo'lishini bilasizlar, a? Der faqat o'zgaradi nimaga? Hatto akkuzativ qo'yaylik. Faqat der den bo'ladi. Qolgan hech qaysida o'zgarish bo'lmaydi. Mana bu aynen bo'ladi. Qolgan birortasi o'zgarish bo'lmaydi. To'g'rimi? Hop, gaplar misolida bu yoqqa yozib ketavering gaplarini. Gaplar misolida qani? Ich trinke Kaffee ohne
Bu yerda predlogni qo'ymagan. Shunchaki oneni ma'nosini ishlatgan. Nima bo'lyapti bu yerda? Ich trinke kafe ohne Zucker, shakar. Men shakarsiz kofe ichaman. To'g'rimi? Endi mana bu gap bor edi-yu. Do'stim bilan boraman. Do'stim bilan kelaman. Mana shuni do'stimsiz kelaman desang qanaqa bo'ladi? Ohne dem Freund. To'g'rimi? Ya'ni men do'stimsiz kelaman. Demak, siz degan ma'no o'sha inkor ma'nosini beruvchi predlog hisoblayapti ohne. Endi biz deylik bitta o'qituvchisiz o'rganamiz degan gap qanaqa bo'ladi? Wir lernen o'rgana olamiz deylik. Wir können ohne bitta o'qituvchi qanaqa bo'ladi? Ein bo'ladi o'zi der bo'lgani uchun, lekin bu yerda ohnedan keyin akkuzativ kelishadi, to'g'rimi? Einen Lehrer wir können ohne einen Lehrer lernen. To'g'rimi? Ya'ni biz bitta o'qituvchisiz o'rgana olamiz. Misol uchun shu yerga Deutsch qo'yib qo'ysak, biz bitta o'qituvchisiz nemis tilini o'rgana olamiz degan gap bo'lyapti. Tushunarlimi? Xo'p. U sumkasiz keldi degan gap qanaqa bo'ladi? Misol uchun sie deylik. Sie kommt ohne die Tasche. Ya'ni u sumkasiz keldi. Die bilan ayneni ishlatishi farqini bilasizlarmi? Qaysi qayerda ishlatilishini? Nima farqi bor? Yo'q. Noni qaytsin, bizga masalan qo'llaniladi. Bu o'sha sumka haqida ma'lumotga ega bo'lganimizda aniq. Oldin gaplashilgan bo'lsa, shu haqida oldin. Misol uchun, bu aniqmi, noaniqmi? Aniq. Bu aniq artiklda gapiryapman. U sumkasiz keldi. Misol uchun, Abbosni bilamiz hammamiz, to'g'rimi? Bugun darsga nimagadir sumkasiz keldi. Har doim sumka bilan keladi. Har doim sumkasini ko'rganmiz. Demak, aytish mumkin, kommt ohne die Tasche. Ya'ni u sumkasiz keldi. Tushunarlimi? Endi, misol uchun ko'chada bitta odam turgan bo'lsa-da, ko'chada misol uchun kommt kimdir kelib aytdi-da, siz bitta odam chaqiryapti deyapti-da. Keyin men so'radim, sumka bilanmi deb so'rasam, sumka bilan kelganmi desam, misol uchun kommt ohne eine Tasche. Chunki uni biz ko'rmaganmiz. Bu haqida gaplashmaganmiz, lekin so'rayapman. U sumkasiz keldi deb turib, noaniq artiklda aytish mumkin. Tushunarlimi? Demak, bu darsda nima bo'ldi? Mit bilan ohne. Mit bilan degan ma'noni anglatadi, dativ bilan keladi. Ohne siz degan ma'noni anglatadi, akkuzativ bilan keladi. Buni aniq eslab qo'yinglar, predloglarni to'g'ri ishlatish uchun. Tushunarlimi? Yozinglar.